أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى القول في الجوائح. جوائحنا tabiiy ofatlar dedik. Buron chiqatdi, mevani to'katdi masalan. Ya kasal tegdi, ya qattiq sovuq bo'lib ketdi. اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار. وضع الجوائح degan mush balay ofatni inoat qilindi, bika qilatimdi. Vada degan bika qildi. Rasulullohning hadisida riba mavduat. Yani xuddi biz putimizning oldiga yoki tashlayotgandek hisob qilmay. Yani buni qo'yib qo'ymaymiz, inoat qilmaymiz, hisob qilmaymiz degan ma'no. Bika demakchi. Yani mevilda bo'lgan ofatlar hisob qilish bo'lmasligi yoki hisob qilmay tashlatish masalasida xitob bo'lib qildi. Masalan, mevani sotdi. Meva ta'mchirib, rang tuzab, jiq ofatdan atlab bo'lgandan keyin 5-oyning 12-sida qolmasan Arab diyorida. Yandan keyin bu so'zlashib shaxtga mevani oldi. Elib uni men aldirmay azizdan uzib bozorga kirib har haftasi her yakshanba bozorga kirib setib bunda asosda tuytolay deb shaxt qo'yib qo'ydim. Hamma bir nima qo'yib planmay buzib qilish mumkin. Shuni shaxt qo'yib turgan chaqda ofatdagi plan nurg'ini to'kilib ketdi yoki bayram bo'lib ketdi. Shu chaqdan sotquchi o'sha ofatda ziyon bo'lgan ajmevchining pulisini qaytarib beramdi degan gap. Yani wad'al jawaih degan tarkid daman fil jawaih demakchi. Faqala bil qada'i biha Malik va ashabuhu. Ash jawaih bo'yicha hukm qilamiz. Yani bala afat tekkan bo'lsa, uni to'laydi sotquchi demakchi. Al qada biha yani al qada bil jawaih. İmam Ahmad mo İmam Malik bilan birga ekan. Yani bular al qada biha hozir qanday hukm qilmoqchi esa, qada bil jawaih degani ya'tabaru al jawaiha min damanil ba'i' demakchi. Sotquchi shu baloyafat to'kilib ketgan, buzib ketgan mevani to'laydi. Chunki shu sotquchining shehidiyati bu. Wa mana'aha Abu Hanifa va Thawri va Shafi'i. Mana'aha deganning ma'nosi sotquchi to'lamaydi. Setvochi o'z so'd qilib olib qo'ygan buni. Damanul mushtari doirasida bu, undan keyin sotquchi to'lamaydi degan gap. İmam Şafii fi qawlihil jadid wal layth. Yani İmam Şafii'ning hisob qildig'ini o'sha qawlul jadid. Demak bu jumhur olimlarning qarashi ekan asosan. Fa umdatu man qala bi wad'iha mavdu' deganlar İmam Malik va İmam Ahmadlar. Bularning tayangan dalili hadis Jabir radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala man ba'a thamaran fa asabathu ja'ihatun فلا يأخذ من أخيه شيئا على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه. Bu hadisning lafzi shudal joyida nas darajalik bo'lganda masalan kimki bir mevani setib qolsa, albatta mevani sotgan chaqda qizarib, sarg'ayib, yani ta'mchirib, uzib yeysizdek bo'lgandan keyin deydik biz. Unda ilgari sotib bo'lmaydi dedik. Shunda bo'lgandan keyin setib qolsa, setib bo'lgandan keyin uzib yig'vog'icha uning bir ofat tegib qolsa, فلا يأخذ من أخيه شيئا. قرنشن bir narsa almışon. Yani xaridadın onun pulusunu almışon demek. Ala mada ya'khudhu ahadukum mal akhi. Qarindishining nimaga asosan ilib oladi demek. Yani sotquchi pulni meva sotganlik uchun olgan, lekin u xaridorning qo'liga meva tegmadi hozir. Bu pulni nimaga asosan olasiz demek. Lekin biz buni shunda ta'tu ishlatsak, o'chib qoldi ekan. Bu mevani sana setib olgan. Setib olgandan keyin balay ofat tegib nima qilib ketsa, sotqa odamdan yana pulni nimaga asosan qaytarib olsa, deb umidsiz ekan. Lekin buni Hanafi mazhabi va Shafi'i mazhabi unda deb bakmoqda. Xarajahu Muslimun an Jabir. Bu Sahih Muslimdagi hadis. Wa ma ruwiya anhu annahu qala, yani an Jabir aydan amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi wad'il jawaih. Yani bu balay afat tekkanninki to'limi shu sotquchiga bo'ladi. Yani setvochi u javohni ko'tarmaydi, ziyonni tortmaydi deb shunda buyurganda demakchi. Bu Sahih Muslimdagi rivoyat. Badal javoh degan. Fa umdatu man ajaza al jawaiha
حديث جابر رضي الله عنه هذان مش كديسك تاينده şu bayat olaydı deganlar va qiyas shabahi aydan yani bir tarafdan bu hadisga yondashtirib qiyas shabahni mo dalil qildi qiyas shabahni biz qiyasning eng ojiz shakli degandik bu qiyas shabah nima deb iborat va dalika annahum qalu innahu mabi'un baqiya 'ala al-ba'i fihi haqqu tawfiyatin bu bir satilgan tovar satqıchining nima ish qilib berishi ham qoldi buningda faqat shunda to'liq topshirib berish haqqi ham qoldi majburiyati ham qoldi desak bo'ladi to'liq topshirib berish majburiyati buni boshqa ish tugab bo'ldi bidalil ma alayhi min saqihi ila an yakmula buning dalili yana taximbak pishib mayvag'lab ravrus bo'g'icha satqıchi yana sug'urib turdi shu daraxtni boqqa yana qaraydigan majburiyati bor edi فواجب أن يكون ضمانه منه. Ondan ekan uning mas'uliyati satqıchiga qaratilgan bo'lishi kerak. Satqıchining gadinda mas'uliyat bo'ldi. Asluhu sa'irul mabi'at allati baqiya fiha haqqu tawfiya. Bu nimaga qiyas qildik buni desa, boshqa to'liq topshirib berish kerak bo'lgan hamma mollarga xuddi do'kondan masalan molni sotib oldi. Sotib olgandan keyin lekin u molni do'kondan biz topshirib bermadik. Shu holatda do'konchi mas'ul bo'libdi bunga. Mushu mehmo shu satqıchining shexida bo'lgan ekan xuddi do'konchining ambrida turgandek mol deydi. Bunda bir qiyas qilib qo'yibdi. Bu Malikininki. Hozir bular ikki hadisga tayandi, uni yondashtirib qiyas shabahdan bizni qo'ydi. Wal farqu indahum bayna hadha al-mabi'i wa bayna sa'ir al-buyu'i mushtabilan bash sodlarning o'rtasidagi farq ularning nazarida anna hadha bay'un waqa'a fi ash-shar'i wal mabi'u lam yakmul ba'd. Endi bu shariat e'tirof qilgan bir savdo, ya'ni vujudga chiqqan bir savdo. Lekin bu savdoda u tovar taqa to'liq mukammal bo'lmagan. Ya'ni pishdi bu. Erib yegidek bo'ldi, lekin avr meyvalab taqa, ya'ni 15 kun qo'ysak, ya'ni bijet qo'ysak, unda avr meyvalab pishi mumkin. Fakannahu mustathna min an-nahy an bay' ma lam yukhlaq. Xuddi yaratilmagan narsani satsang bo'lmaydi degandan mustasno bo'lib ketgandek. Ya'ni bu taqa yerim pishgan holatda to'liq pishishi yaratilmagandek. Shunday bo'lsa, lekin istisno qilib ruxsat qilgandek. Fawajaba an yakuna fi damanihi mukhalifan lis-sa'ir al-mabi'at. Undan ekan boshqa har qanday tovarlar uning qo'lida turgan ahvolda cho'ng mas'uliyat qilgan bo'lsa, ma'vo boshqacha bo'lishi kerak. Hozir ma val farq indahum deganimda bu ikkisining o'rtasida bu farq bo'lmasa, bu qiyas nihoyatda ravj bo'ldi. Bu farq bo'lgandan keyin qiyas ma'al farq, lekin bu nimaga chiqib qoladi? Qiyas shabahga. Demak bu sal farq bor, lekin bir tarafdan sal o'xshab qilish bor. Lekin bu qiyas shabah, ya'ni qiyas al-illa emas, chunki qiyas ma'al farq demak. Bu qiyas ma'al farq ekanligini o'zi e'tirof qildi ekan. Lekin atraf o'xshab qoldi mana deb akib baxtun. Ya'ni foyda so'rab qolamiki, akib baxsan degandek tariqada. Va amma umdatu man lam yaqul bil qada'i biha, ya'ni satqchi to'lmaydi buni ofatning zinni degan Imom Abu Hanifa, Shafi'i, Layth, Thawri qatorli jumhurlar bular tayangan dalil fatashbihu hadha al-bay'i bi sa'iril mabi'at. Mush sodini boshqa har qanday tovar sodisiga o'xshatish iborat. Dalil nima o'shada? Qiyas. Tashbih bo'lgandikilar ya kaf harfi kelgandikilar dalilning bo'ldi qiyas. Wa anna at-takhliyata fi hadha al-mabi'i huwa al-qabd. Yani bu shaxsga bir meva. Buni qo'lga bizning berish orqali qo'lga topshirish olmaydi, lekin taxliya bo'lsa bag'dan ishkina ichib beramiz. Mevlarni uzvaslar deb qo'yg'ini qo'lga topshirib bergan bilan o'xshashmaydi. Masalan, zaminda shunday zuqqamiz, uy mulkda uni mashina bilan olib kelsangiz degilmaydi. Ya tag'as olmaydi. Uyni ochiqsini berib, ishkina ichib topshirib aslida qo'yib bersak, bu qabdini o'rnini turtdi. Shunda demakchi. وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري. Yani bu ittifaq kelgan ahvol. Yani bular hozir qonun o'xshatib turib, men qiyas qilgan maqis alayhida shayr mabiatni qanday daman minal mushtari etdi. Daman minal ba'd degan yo'q dedi. Buni ittifaq kelgan mana. Davonki men qiyas qilishim hozir joyida demakchi. Endi bu qiyasdan bulab yana bir simai dalildan bizni topdi. Min tariqi sima aydan hadithu Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala ujiha rajulun fi thimarin ibta'aha wa kathura daynuhu. Bir kishi sotib olgan bir mudda afat kuchirib ziyon tasib ketdi. Ujiha degan yani ta'arrada lil-jaiha. Qarzga kirib ketdi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tasaddaqu alayhi fatusaddiq alayhi falam yablugh
vafa'adayni sadaqa ba'sa jamoat uning qo'liga tushgan sadaqa qarzini to'lashga yetmabdi. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xudu ma wajadtum sizlar mushadamga to'liq yig'ilgan shu pulni mushadamning qo'lidagi pulni shuni olinglar nima bo'lsa va laysa lakum illa zalik undan boshqa sizlarga beradigan nima yo'q boshqa narsa ololmaysizlar buni olamizda qani bo'lsa nima chiqadi ekan shu yig'ilgan pul bor boshqa pul yo'q lekin shuni olasizlar boshqa olmaysizlar yani shuni bilan unda bo'ldi qildi ekan qalu deganim shu vajhil istidlal bu bir hadis mesela. Bundan sizga dalil bo'lgan tarafi nima? Nim bo'lib bu sizga dalil bo'lib qoldi bo'lsa, vajid dalala lana masalan, falam yahkum bil jaiha. Rasululloh mush vaqalikda shu jaihaning ofatning zini bai'a bo'ldi, setvachi bo'ldi deb hukm qilmadi ishlama. Ziyon satqisi bo'ldi deb hukm qilmadi. Chunki setvachi yig'ilgan pulni to'ladi. Demak mushtari ko'tadi bu ziyonni. Mushtari ko'tadi. Chunki qo'liga yig'ilgan pulni to'ladi. Agar shu pul endi bo'lib qolsa, to'liq to'laydi. Endi bu to'layolmagandan keyin qanday qiladimda boshqar yo'q. Fasababul khilafi fi hadhihi al-masalati wa ta'arud al-athari fihima. Demak bu masalada ikki hadis bir-biriga zid ko'rinib qolgan ahvol bor. Va ta'arud maqayis shabah. Yana qiyas shabahlimi bir-biriga zid. Ma'lum bir qiyasga kelib baxtdi, o'xshatib baxtdi, ma'lum bir qiyasga kelib baxtdi. Qiyas zid kelib qoldi. وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل. Her grup o'zi dalil qilgan hadisga zid kelib qoldigan qarshi tarafning hadisini ta'vil qilib, o'zining hadisining mazmuniga bo'ysundirib, egib nima qilishga tirishdi dedi. Xushab baxtdi. Rama deganni biz aytdik, qasada deb. Shunda qilmoqchi bo'ldi. Faqala man mana'al jaihata, ya'ni jumhur Abu Hanifa ve Şafii bula jaiha degan nas yo'q, uni to'lash yo'q degandi. Yushbihu an yakuna al-amru biha inma warada min qibl an-nahy an bay' ath-thimar hatta yabdu salahuha. Bu hadis kagini Imam Maliklar dalil qilgan so'g'o bima ya'khudhu ahadukum mal akhi degan. Bu aslida burunqi vaqtlarda meva sarg'ib pishishdan burun setishdan cheklagan ahvolda endi savdo qilib qolgan bo'lsa degan gap ma'lum. Pishib bo'lgandan keyin sotgandagi ahvol emas. Buni cheklagan to'g'ri? Nahan bay samara hatta yabdu salahuha qabla an tuzhi degandek gap bor. Shu jihatdan kelib qolgan buyruq ma'lum. Ya'ni pulni olma degani. Ya'ni to'ng holatda sotding. Satgandan keyin u hech qanday foydalanmadi. Uzay deb foydalanmaydi. Undan keyin ofat kuchtirib ketdi nima qildi? Lekin bizning talash-tarz qilayotgan masalamiz pishgan holatda uzay desa uzalaydi lekin o'zi qo'yib qo'ygan. O'zi bu ambirga achirib qo'yib qo'ygandek bir gap ma'lum demak. Qalu va yashhadu lidalika annahu lamma kathura shakwahum bil jawaihi mana ofat tegib ketib u to'ng'o'rila pishmaylam shushuk tegib ketib kasal tegib ketib talash-tarz jiqulab shikoyatlar jiqulab ketgandan keyin umiru alla yabi'u samara illa ba'da an yabdu salahu. Bak jidal jiqilib ketdi. Pishqandan keyin unda setinglar deb buyurdi. Demak, talash-tarz jiqilib, jidal jiqilib ketgandan keyin undan sal pishib bo'lgandan keyin unda setinglar deb undan buyurgan. Va dalika fi hadis Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhu al-mashhur, ya'ni Zayd ibn Sabitningki muttafaqun alayhi hadisi o'tib ketgan, tamom? Yuqorqi bir nimada o'tib ketdi. Bunda talash-tarz jiqilibdi, unda Rasululloh bunda dedi degan narsa shu. Muttafaqun alayhi hadis. Wa qala man ajazaha Malikimiz zebtilar. Bularda ma jumhur dalil qilgan hadis Abi Sa'id haqidan unda turoldi. Yumkin yakuna al-bay'u adiman. Bu hadisda sotquchininki qo'lda hech qanday pul yo'q odam bo'lishi mumkin. U bek bichara odam bo'lgan ekan, falam yaqdi alayhi bijaihatin. U to'laydi deb uni buyurmay, setvochi to'laydi degan bo'lishi mumkin. Bu bir g'alati gap bunda. Aw yakuna al-miqdar alladhi usiba min ath-thamari miqdaran la yalzam fihi jaiha. Yani u ziyon uchrab ketgan ashi mevchi va bir balay afat tegdi degichilik unda darajada jiqolmasmi? Aslan narsa bo'lishi mumkin deydi. Aslan narsa bo'lsa-mu, mishada hozir hadisda to'lam keldi-ku. Gapni kamaydi. Ma faqat qaysi jiqolib ketdi? Pul yig'ib beribdi, ha? Faqat qo'llashmadimi bu? Yo'q, bunda qaysarning dalillarini bunda to'lg'ab baqish bor. Bu ham to'lg'ab baqib, qamlashmasin, aniq baqadi. أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة. Jaiha vacib bo'ladigan vaqtim boshqa chaqda nima qilgan bo'lishi mumkin. Bu boshqa qachon? Balkim bu uzib bo'lgan, uzib so'yt qachlab bo'lgan chaqda
yomg'ir yog'ib ketib, ushlik tegib ketib, bir narsa bo'lgan bo'lishi mumkin, demakchi o'xshaydi. Bo'lmasa, u shaxsiy chaqda jaiha hisob bo'libdi. Mesela yusaba ba'dal judal mana uzib bo'lib, qachilab bo'lgan chaqda. Au ba'dat tib yoki ravs pishib bo'lib dedi. Yani ravs pishib bo'lsa-mu, bu mushtarining qo'liga o'tib bo'lgan bo'ldi ekan. Yani uni saqlash faqat hojat yo'q qoldi. Ravs pishib bo'lgan bu. Undan keyin qab qolsa bu gululab qolishi mumkin. Unda maqala biwad'iha degan bilan ajazani taqomi turgan. Hech kim gap. Unda biwad'iha degan gap, shuning bilan ajaza degan ikki gap. Ya'ni sotqich to'laydi ziyanni degan gap. Biwad'iha degan gap, mushtari to'lamay, mushtaridan ilib tashlashimiz degan gap. Mavla jumhurning dalili. Uni hisob qilmaydi Allah. Jaihani hisob qilmaydigan jumhurning dalili. Demak, avval jumhurning dalili bo'lgan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhuning hadisini shunda to'lg'ab chiqibdi. Lekin unumi yo'q uni to'lg'ashni. وأما الشافعي فروى حديث جابر رضي الله عنه عن سفيان بن سليمان بن عتيق عن جابر. أنما سفيان ديشم ده bu hadis aslen İmam Şafii Sufyan'dır rivayet kılgan. Sufyan Muhammed ibn Süleyman'dır rivayet kılgan. Muhammed ibn Süleyman ibn Atiq'ten o Cabir'den rivayet kılgan. Ya da hazır bunu kıskartıp etti. Lekin muş kıskartılgan sanat nayet mühim. İmam Şafii özü rivayet kılgan hadis. Lekin özü ammalı bu hadis. Nima uchun? Yani şey Müslim'e kelgan hadis bu. Nima uchun desa, İmam Şafii bu hadisning rivoyatidagi ba'zi bir ahvolga qarab ojiz deb qaragan. Şey Müslim'e hadis. İmam Şafii ojiz deb qaragan. İmam Şafii ahli hadis, bu hadislarning birisi. Nima uchun bu hadisda ojiz deb qaradi? İmam Şafii rahmetullahi alayhi bu hadisni Sufyan'dan rivoyat qilib, bu hadis neç xil şekilde rivayet kılınıp qolgan var. Ondan bu Sufyan'dan başqalar bu hadisni ko'pchiliklar bunda şekilde rivayet qilib, boshqa rivayet qilgan. Davon ekan buni bir Sufyanning bir xatolik bo'lishi mumkin deb o'ylab qolgan. O'z sanatda hadis Jabir an Süleyman ibn Atiq an Jabir ketsa, Jabir ikki Jabir, Yok, ikki Jabir olmaydi. Yani İmam Şafii an Sufyan, an Muhammed ibn Süleyman, an Süleyman ibn Atiq an Jabir. Yani Muhammed ibn Süleyman ba, Süleyman ibn Atiq va. Ve kana yudaifuhu mana. İmam Şafii bu hadisni aciz deb qaraydi. Ve yaqulu innahu ittaraba fi zikri wad'al jawaihi fihi. Mana. Vat'al javaih degan mush ibarda bak egizbaslik var. Ba'zi uning gapi yo'q, ba'zi rivoyatda bor, ba'zi yo'q, shunday kelib qolgan. Ondan bu hadisning boshqa bakrak avsaq raviylar qilgan rivoyatda vat'al javaih degan gap yo'qda deb bu hadisni ajiz deb qaragan. Walakinnahu qala, lekin İmam Şafii ham aciz deb qilib, yani taza keskin ishonch qilinmay bir ehtimollikni qo'yib, in sabatal hadis, mening nazarimda aciz, lekin say bo'lib qolsa, vajaba wad'uha fil qalil val kathir. Agar mushadis sayda, mushadisga tayindigan bo'lib qolsa, sizlar u oz bir qismda sotqish to'lamaydi, ko'p bo'lsa to'laydi deydigan emas, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin to'laydi deyish kerak. Lekin uni bir kim deb bakmadı. Ama demek bu hozir bir xil Maliki mazhabning nimasini ilzom qilyapti. Sivatul jawah desan ham mushadisdan fil qalil val kathir desan oldu. Fil kathir dunal qalil desan bo'lmaydi dedi. Uni deyish mumkin-da. Al qalil ma'fun anhu. Adatuni tavishib ama pultolma bu deb jumaydi. Ziyanchi qo'yib ketsa ziyan ochib qo'ygan ekan deydi deyish. ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش. ولا خلاف بينهم دينا شو مالكي مذهبتكلي bo'lish kerak. Chunki Maliki mazhabidagi jaiha dilg'o. İmam Şafii, Abu Hanifa, Layth, Tavri'la jaiha degan gap yo'q. Baynahum degan gap unda bo'lsa İmam Malik va ashabihi va İmam Ahmadni ko'rsatdi. Ularda suvsiz qilib, masalan, bog' usab qilib, suv yo'q, qurg'oqlikdan oyda hammasi no'qib ketadi. Qo'rilib monakulab qolamdoning bo'lsa, qilmay qo'rilib qilib, buzib ketib qolsa, u chaqda sotqich to'laydi dedi. Bunda ixtilof yo'q dedi. Vaqad ja'al qailuna biha, yani al-qailuna biha kimlarta? Malikiya va Imam Ahmad. Bular ittifaqahum fi hada hujjatan ala ithbatiha. Mesela mush masalada ittifoq keldi-ku? Das ulamoning kelgan. Bütün ulamoning bor. ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش. Yani demek susuz qalgan ahvolda jaiha bo'yicha hukm qilmaz. Yani tulam sotqichiga keladi deb ulamolar ittifoq ketgan.
ittifoq kelgan ekan, odatga burunqi masalalar jaiha bor, ya'ni suvsiz qilishdan boshqa ofatlarda jaihalar hukm qilamiz deganlar Maliki mazhab va Imom Ahmad suvsiz qilishga ittifoqni ilzomiy hujjat qilib turibdi. Ma'noga ma'qul dedingiz, ma'noga ma'qul deyishingiz kerak deb turibdi. والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في 4 فصول. عند إمام مالك مذهبda جوائح meselesinden asas olup turduğan mesele 4 meselege bölündü. Ne için mezhebi Malik dedi? Çünkü başkaları kap kaldı. İmam Şafii kap kaldı, Malik kap kaldı, Leyth, Sevri kap kaldı o. İmam Malik lam şu jaiha. İmam Malik İmam Ahmed'ni kattu. Demek İmam Malik ve İmam Ahmed'la müşünde de qaraytdi. Başkaları yok hazırmaydı. Qaylun Malik'e bak. Al-Qaylun İmam Malik'e. Başkaları bu temiz çıkartken mi? Çıkarttı. Müşüde kaldı. Müşünün nazarda bu jaiha meselelerini 4'ge xulasalash mümkün deydi. El-ula fi ma'rifatil asbabil fa'alatil jawaih. Bu balay afat nimeden kelib chiqadi? Asani fi mahallil jawaih min al-mabi'at. Yani qanda turlik ashunda mevalarda jaiha bo'ladi. Qanda turlik jaiha degan narsa yo'q deymiz. Masalan, mevachiva desak bor deymiz. Fırçak naslida, qo'g'indek bunda ba'zi narsalarni desak balki yo'q deyishimiz mumkin deydi. Asas fi miqdar ma yudau minhu fihi. Qanchalik narsa bo'lsa ko'tirdi, qanchalik narsa bo'lsa ko'tarmaydi. Masalan, 3dan 1dan oz bo'lsa ko'tarmaydi. Chunki u oz. 3dan 1dan oshgan bo'lsa ko'tirdi degandek. Ar-rabi fil vaqtilladi tudau fihi. Qachon shunda ziyanni satqich tatgan deb ayırmaz. Qachon bo'lsa unda ziyanni tatmaydi deymiz. Al-fasl al-awwal fi ma'rifatil asbabil fa'alati lil jawaih. Bu balay afatlar nima sababdan kelib chiqadi bo'lsa, va amma ma asaba samarata min as-sama, yani min as-sama deganda hech kim bunga aralashmagan. Ashunda tabiiy afat deydi hozir. Allah Taala shunda bergan balay afatlar. Mislul bardi wal qahti wa duddihi wal afani. Al-bard qat so'q shikdek ketdi masalan. Yoki barat desak ham o'ldirib ketib uchib ketsin bo'ldi. Vel qaht qahatchilik bo'ldi bu xudan qurg'oqchilikdek. Va uning zidlari masalan qurg'oqchilikning salobati kelib ketdi, kalkin kelib ketdi masalan. Yomg'ir yog'ib ketdi. Vel afan bu sesib qilish, pulishib qolgandek. Fala khilafa fil mazhabi annahu jaiha. Yani bular ashunda o'sliga tegadigan afat ekanligida Maliki mazhabda ixtilof yo'q. وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة. Susuz, su yo'qlab qilib, ana buzib ketish ahvoli bu Maliki mazhablar emas. Jaiha yo'q degan jumhurlimi suvsiz qolib qolgan ahvolda buning ziyinni satqchi, bag'ning egasi to'laydi degan deydi. Demak, bu katta. Qahtula ikkisini. Ana qaht degan hamma umumizlik bilan qurg'oqchilik bo'lishi mumkin. Ateş degan şu baqqa kelmay qoldi. Lekin boshqa yerda, boshqa yo'lda suv bor. Lekin shu baqqa suv kirmay. Sug'urish saqchini majburiy bo'lgan. Shu baqqa suv ichmay qolganlikdan bo'lgan ish. Yana ba'zi narsalar sug'ormaydigan chog'da sug'orib qolsa ziyon bo'ladi. Masalan, uzumni keyingi vaqtda sug'orib qolsa, uzum buzib ketadi, pirib qolib qoldi. Qo'g'on, tazim shunda bo'lishi kerak. Ma'lum muddat suvni to'xtatadigan bo'lgan. Lekin suv quydigan chog'da suv kelmay qilib yo suv quymay qolsa bu shu atashim. Ziraat bog' usab ketgan. وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة. وأما ما أصاب من صنع الآدميين أن يقرقلا جائحة بولدن مشون bu insanın asas kulu yok bununda. İnsan onunla sebep olmagan. Lekin insan sebep olan nasıl çoğu? فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة وبعض لم يره جائحة. والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين. İnsanların kuluyla boğan balayapatlımı aşında bağı istolaydigan balayapat hesablanıp diyenler iki grupka bölünüp gitti. Fabaduhum ra'a minhu jaihatan ma kana galiban kel jeysh. Bazılar da galiban müştunda bulab qaldığı iş olsa, galiban anda büzülüp ketilgan iş bulab qalsa, bu jaiha deymiz. Mesela insanların durğunu qo'shin leşker yürüyüş qilib o'tib bir bog'ga udul kelib qolsa, qandaqlidan mesela uzib yeb buni quritish mumkin. Yani meni hammani to'kilib ketgandekdan bo'lan buni uzib yutish mumkin. Ming kishi qo'shin kelib qolsa, bir bog'ni shundan qop-quruq qilib o'tish mumkin. Bu insonning sababidan kelgan ofat. ولم يرى ما كان منه بمغافصة جائحة مثل السرقة.
Muhafaza degan ushtum tut elib olish degan. Ushtum tut o'g'irlash, ushtum tut hujum qilish, ushtum tut o'g'irlab qolgan. Bunda bir ishlab qolsa, bu ziyanni jaiha deb qaramadi deydi. Masalan, o'g'irlash qilgan, masalan, saraqa deydi, ushtum tut hujum. Va ba'duhum ja'ala kullama yusibu thamarata min jihati al-adamiyina jaiha. Adam balasi sabablan bulgan bo'lsa, bu jaiha bo'ldi degan ekan. Bi ayyi wajhin kan, qanday bo'lsa qat'iy nazar, o'g'irlik olamdi, askarlar dasitamdi yoki o'g'irlik olamdi, il olamdi, bulab tolamdi. Faman ja'alaha fil umur as-samawiyyah faqat ya'tamada zahir qawlihi sallallohu alayhi vasallam, ara'ayta in mana Allahu ath-thamara bima ya'khudhu ahadukum mal akhi. Wa man ja'alaha fi af'al al-adamiyina شبهه بالأمور السماوية. أفعال الآدميين ما جائحة أشو آفت قطار يسولندو ديجلا aşında Allah Teala'nın uğurlaştırışı bilen bu afetlige uğuşturtuşun. Tabii afet de bataydı o. Lakin bu Allah Teala'nın da uğurlaştırışı olan afet. Özlükeden bulup bağışımız. Tabii afet diyelim o atsızlar, materyalizmçiler. Bu hiç kanda bir irade münasesi, şunda bir nasıl şu özgürek olduğun güptümünde bulup bağlan nasa deydim. Allah Teala'nın iradesi bilen bulduğlarını etraf bulmaydı. وَمَنْ اِسْتَثْنَ اللَّصْ قال يمكن أن يتحفظ منه. Oğulganını bunu caiz edemeyemez. Üstüm tutucum kıysa düzgün muhafazada. Çünkü onun dikkat kılıp kulüpnubdan silip ya işte müzik yapıp ya kişide şahit bağdı yazsan saklanıl buldu. Demek sen onu obdan kovulmapsa demek. Bu hemmisi Maliki mezhebinin siziken başa ağırlıklarım. Biz onu asallan sakaytırdık. İmam Ebu Hanife Şafii bunlar aramak turvatıdadır. Allah ağır olgan çıkıp. الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات. Qanda türlük meyvelerde jaiha buludu. Muşumu şu Maliki mezhebinin başağırıqı. Cumhur yok mu mısılda? Ve mahallul jawaihi yethimar vel buqul. Jawaih ba'da bağvan ziyan tatılgan ahvallarda qarasak bu ahvallar mısı nimeden ibaret ise meyve çiviler ve aşında yabagırlaydigan üsümliklerden de pırçak ailelik üsümlikler. Buqul degan. فاصوليا مثلا فرشق ماش نقود فأما الثمار فلا خلاف فيها في المذهب وأما البقول ففيها خلاف والأشهر فيها الجائحة وإنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثمر. البقول ده وش اختلاف بوده ميوشيد بمدرسة ميوشيد ده اختلاف yok çünkü nas aşağındaki hege mesela bunun delili. Yani bu bukul da bu اختلاف bu bukulun aşı meyveciği okşamdık ya başka bir türlü açlık mı bu başka nasıl mı oluyor? الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه. عند جائحة بلقاسة قنçilekni tüleydu. Qançilek boğusu tülemeydu. Deb miqdarını bekitiş meselesiydi. وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة أما في الثمار فالثلث. Meyve çiğ bلقاسة 3'ten 1'den tartip tüleydu. 3'ten 1'de az olsa tülemeydi. Cumhur'unki de. Mesela bir bağını setip aldı. Bağının meyvesini setip aldı. Setip aldı. Takım bunu üzüp epketmedi. Kilarat yana undan keyin astasda pishqinni daraq meyvağlığını üzüp udulluq asir satama degan bo'lsa, shunda tug'an chaqda bir buran chiqib ya bir o'ldirib ketgan bu bog'ning mevasining 3'ten 1'dan azroq qismi 4'ten 1'i to'kilib ketdi. Bu chaqda to'lmaydi demak. Chunki bu oz narsa. Uni shu setvachi o'zdirish kerak edi. Ammo 3'ten 1'i yoki 20 to'kilib ketgan bo'lsa, undan to'laydi. وأما في البقول فقيل في القليل والكثير. أنا بقول مسألة أصل bu buqulda jaiha bağımı yok mu da aslında ixtilaf başında ama بعد ين تقدرda bazılar 3'ten 1 demay al-qalil vel-kathir debdi. Ve qila fi thuluth debdi. Ve İbn al-Qasim ya'tabiru thuluth ath-thamar bil-kayl ve ashhabu ya'tabiru thuluth fil-qima. Ana o qancha miqdor ingettin nimaga atlab ketdim. Bu nimaning 3'ten 1 bu? Qanda ölçsek 3'ten 1'i, bahasının 3'ten 1'i mi? Yoki kemchillab, charaklab, suvatlab muqiysak, şunun 3'ten 1'i mi demek. Çünkü bunun 3'ten 1'inin misi o'xshaması mumkin. Mesela mening bahasının 3'ten 1'i o'xshamaydi. Nima uchun? Bashi ag'ri o'xshamaydi. Miqdori o'xshasimi? Ma bir suvat. Lekin dastlabda burun chigan meva qimmat bo'lishi kerak. Yangi chiqqan. Yoki keyin pishgan, bak meyvaqlab pishqini qimmat bo'lishi mumkin. Yoki bak oqida boshqalarning mevasi tugab, eng oxirgi bo'lgan qimmat bo'lishi mumkin. Yani İbn Qasim 3'ten 1'ni qanday belgilaymaysa,
ya'tabiru thuluth as-samari bil kayli. Biz shu to'kilib ketgan nimani kamchallab manchi suvatmaslik dedi. Endi ashaqtisi manchi suvat chiqadi faraz qilamiz endi. Yoki endi keyin to'laydigan shu bo'lsa, boshda tushib ketgan manchi suvatganda belgilab qo'ydikmi? Keyin boshqani uzib, bozorga chiqgan jarayonda biz uni necha suvatligini basak, ma'vo 3dan 1dan alqib ketsa, to'kilib ketgani bu chaqda to'lam keldi demoqchi ekan. Jinni sapsaqmi? Jinni shunda. Va ashhabu ya'tabiru thulutha fil qiyma. Ash qimmati qaraymiz. Bütün bahanınki to'kilib ketgan 3dan 1 qimmatini egallaydigan bo'lsa yoki uningdan jiq bo'lsa, undan to'laydi demoqchi. Hozir ma'vo bag'van shu setib bo'lgan mevasini o'zining shehri qilib qolgan meva ofat bilan tushib ketib qolsa, uzib bo'lsa, setib oluvchi uzib bo'lsa to'laydi degan. Og'aniki shunga 30 ming ko'ylok meva bo'ldi o. Yo'q, shu satqadimning qulga kirgan kirimning 3dan 1ini deymiz hozir. Chaynalar dastlab bagajimizda yana 1 million bo'lsa 3 ming ko'p boshlanib keyin to'ppasi 20 ming ko'p chiqib, shuning bilan bu choyni izib olgan ekan hamda buning urug'i kilosi 3 ming ko'yni ishib ketadi deb choyni ba'zan uzib bo'lgan, ba'zan de agrab chiqib qolgan yana aniqni misli so'lsini qildik. Aniq ashuni aniq urug' qilardimizda. Bunlar 1 million 10 ming ko'y, 15 ming ko'y aniq Şartına Zirvelismen. Zirvelismen. Üşküşüp gitti ya da. Neden üşküşken? Şuna üşküşüp gitti. Bu işlerde aylıkını. Talaş taşıyorlar falan değil. Kayla valla vaya kilip konuşup payla gidiyor başarıda. Konuşup. Gel falan. Şu bidayet müstet Tülün bir taraf kısa bu kes. Endi ma'ya qo'shganda 3dan 1dan ozib qolsa to'lmaydi, ama hem tugakka yan to'laydi. Ha to'laydi. Endi nima uchun 3dan 1dan azob to'lmaydi desa, buning insonchilik ancha-muncha ba'zi viloyatda zentatib ketishli bo'ldi. Buni ko'tara oladi. Bak chiqjan bo'lib ketib voyjan deb sanmaydi. Ham unda tutishib ketmaydi, mayli bo'lib turadi. Chiday deydi. Mevadan o'rnini sotib oldi birovga. Yerini tugab ketdi. Mevadan. Lekin yerini 15 mingga sotdi. Duo qilchi. 15 mingga sotdi. Jiyantarmi degan foydali. Ha shu 15 mingga sotsa, to'kilib ketganda shuni yerimi bo'ldi demoqchi. Sotuvchi yana puldan to'laydi. Ha to'laydi. To'laydi albatta. Chunki uning nashqi setishi bozorning o'zgarishiga bog'liq. O'chib ketishi mumkin. Sotuvchi hamma pulni to'latishi mumkin-da. Ha, tamam. Ayla. Shunda bo'lishi kerak endi. Ya hozir sotuvchi, to'g'ri. Sotuvchi shu o'zining shu. Ha, qo'li chigandan yerimini urdi. Qo'li ketgandan. U xirida setib qilgan puldan bog'liq munosabat yo'q. O'zi sodlashgan nimaning yerimini to'laydi u. Masalan 10 ming ko'rsa 30 ming ko'r chiqsa uni 3dan 1ga. Ham 10 ming ko'rsat deyshindami? Ana yerimini odamlarga o 20 ming ko'rsa 30 ming ko'rsatsa, yerim buzib ketdi. Az yerim var 5 ming ko'rdi demakchi. Chunki odamning 10 ming ko'rsatgan. 5 ming ko'ydi, 20 30 paydan ketsin. Lekin odam mana shu avaqni yerim to'lab turdi, yerim buzib ketdi. Sotgan boyisatda. Ya shu boyisat. Ha, lekin yerim buzib ketdi. Qo'lg'ini yedim. Çünkü abur soda sayılır bayılır. Şimdi ağaçtan faydalanır Ha, ve sevaun kana thuluthan fil kayl aw lam yakun. Ve kaylga qaramaymiz, ash pulu qaraymiz debdi. Ve amma Ibn al-Qasim fa innahu idha dhahaba min ath-thamari ath-thuluth min al-kayl. Yani Ibn al-Qasim sulus yantığı 3dan 1 de bekitgan. Yani kayldan 3dan 1 balayafatga uchrab jamlab ketib qolsa dedi. Fa in kana naw'an wahidan, yani buningda bir tafsilotni bayon qilibdi. Fa in kana naw'an wahidan laysa takhtalifu qimatu butunihi hatta anhu min ath-thamani ath-thuluth. Agar shu meva bir xil meva bo'lar, bir turlik, hammasi urikkan, yo hammasi uzumkan. Ondan buning bosh oyog'ining bahsiga o'xshash qilgan bo'lsa, butun degan masalan bir yilda 3 qatim birdigan bo'lsa, shuni demoqchi. Ya'ni dastlabki bir-birishi ikkinchi qatimligi, uchinchi qatimligi deydigan. Buning hammasining bahsi o'xshash bo'lib qolsa, ash puldimmi 3dan 1ni to'laydi demoqchi. Sotuvchi. وإن كانت ثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم وبغدا مثلا ميولانا شدا ترلك ميولا واكن üzüm باكن ürük واكن أنا واكن أنا قمتهم أخشيشماس بولنا أو كان بطونا مختلفة القيم ياكي üç قتم ميوردغان بوسا her قتم قسنن bahsi أخشيشما دسلق çıqqana qimmatrak o'ttirib chiqqana azarroq yani eng oxirida 3-pishimi azarroq bo'lgandek
Aydan i'tibar qiymati dalika as-sulus. Buningmi shu 3dan 1ning qimmatini 3dan 1 deb o'lchaymiz demoqchi. Zalika thulusul az-zahibi min qimatil jami'a. Demak shu hammani bir hisoblsak, masalan 9000 ko'y bo'lsa, o'zidan o'shirib ketgani 3000 ko'yn tashkil etsa, 3dan 1 deydi ekanmiz. Fama kana qadruhu hutta bizalika al-qadr min ath-thaman. 3dan 1ning miqdori qancha bo'lib qolsa, shuning loyiq bahodan biz tushutimiz deydi. Aşan polisne tutup almaz demek. Fafi mevdu'an ya'tabirul makilata fakat bunda olsa bu Maliki mezhepte qandayken bir joyda kelini hesap qildi ekan. Haythu tastavil qiyma fi ajza'i thamarati va butuniha. Yani bu meveninki boshqa birinchi pishim, ikkinchi pishim, uchinchi pishim hammasi ba'zi o'xshash bo'lib qolgan ahvolda kamchanni hisoblar ekan. Va fi mevdu'an yana bir joyda ya'tabirul amrayni jami'an haythu taxtaliful qiyma. Qimmati o'xshash olmaydigan birinchi pishim bilan ikkinchi va uchinchisining qimmati o'xshash olmaydigan. Bunda bo'lib qolsa bu ikkili ishni ko'z tutmaydi demoqchi ekan. Ya'ni kayli bilan samanni. Shunami? Ikkilisini ko'z tutib turib hisoblaymiz dedi. Yuqorida bayon qilib qo'ydi buni. Inkan anwan kathira muxtalifatul qiyam degan shu. Lekin uni meni kayli hisoblaydi, meni ba'ni o'shdan o'xshash chiqgan bo'ladi. O'xshash chiqmaydi. Chunki shu yer tushib ketgan 3dan 1 bunning qimmati 3dan 1 bo'lishi mumkin. Buning qimmati balki shu butun mening 20 qiraq bo'lishi mumkin. Bu keyingi baho hisoblamda, sotgan baho bo'yicha hisoblanmas. Masalan, biz baho desang 9000 ko'y olsak, 3dan 1 tushib ketib 3000 ko'y bo'ldi. Pul bo'yicha hisoblасam 3000 ko'y, kayli bo'yicha hisoblасам 3000 ko'y bo'ldi o'xshash. Kaylida sarf o'xshash bo'ldi lekin ya farqi boshqa. Mushular farqi borligi keskin bunda. Shunda o'nkin nima hisoblaymiz deganda ixtilof chiqib qoldi. Farqi bor. Shak yo'q. Wal malikiyya yahtajjuna fi masirihim ila at-taqdir fi wad' al-jawaih. Endi Maliki mazhabda bu jariha masalasini Maliki mazhablar Imom Ahmad shuni dedi, shunami? Jumhurda gap qilmadi. Ammo Maliki mazhab İmam Ahmad qanday qaraydi uni o'qimaymiz. Maliki mazhabda 3dan 1 deb baxti. 3dan 1 deganning ba'zi kayl va vazn desimi, ba'zi qimmati deb baxti o. 3dan 1 degan bir o'lchamni qo'ydi bo'ladi dedi. Mana. Va in kana al-hadithul warid fiha mutlaqan. Bu hadisda 3dan 1 degan gap bormi? Yo'q. Siz amasin 3dan 1 degan gapni chiqarib oldingizmi yo'da desa, bular o'zini aqlab bunda dalil keltirdi dedi. Bi anna al-qalila fi hada ma'lumun min hukm al-'ada. Azraq bir bo'ron chiqib, cho'kitib qolsa, bu az bir narsa degan anda urf odatda shunda bir tushib ketish, qavcha qo'yadigan, qushqa cho'qadigan ishlar bor. Bu odatda mayli deydigan bir ish deydi. Annahu yukhaliful katir. Bu az bo'lgandan keyin ko'p ziyon bilan bunning farqi bor urf odatda. إذ كان معلوما çünkü biz hammalarga ma'lum annal qalila yadhabu min kulli thamar. Har qanday meva, har qanday bog' bo'lsa, ancha muncha shunda yoki to'kilib ketadigan, tushib ketadigan, shamol chiqib ketadigan bo'ron chiqmasmi yoki chiqashli cho'qib tushiradigan unda ishlar bor edi. Fa annal mushtariya dakhala ala hadha ash-shart bil 'ada. Xuddan bu al-ma'ruf urfan kal mashrut shartdan degandek al-'ada muhakkama deb urf odat buni shunda aniq nima qilayotgan ekan, bu menda az bir narsa chiqib ketsa zada men ustimga olama deb shu shart bilan so'zlashgan bilan o'xshash deydi. Va illam yadkhul bin nutqan ig'zoki azyanni men to'layman degan bo'lsa lekin bu lisanul hal deydi. Azyan bo'lsa men to'laymiz zadu. Hammalar bilamiz endi. Birinchi qancha men tushib ketib qolsa ko'tirmaymiz degandek. Va idan fa innal jaiha allati ulqa al-hukm biha, yani biz hozir to'laydi degan hukmni nimaga bog'lab qo'ygan? Jaihaga bog'lagan. Taqtadil farqa baynal qalil val katir. Bu manda bu ziyon tatish deb ig'ir qildigan masala shu jiq ziyonni ko'z tutmaymiz. Az ziyon bundan farqli bo'lish kerak. Qalu va idza wajaba al farqu wajaba an yu'tabara fihi thuluth. Endi bu farq bor degandan biz bunun hozir fasil tam nima bo'ldi? Az bilan jiqni o'tirki ayiradigan tam qaysi zada o'lchami bo'lsa thuluth deb bekitmaydi. İr qad i'tabarahu ash-shar'u fi mawadi'a kathira. Çünkü thuluth deganni shariat qilijik masalalarda, o'rinlarda hisobga olgan. Masalan, deb qo'yganlar thuluth deganni. Vasiyatda thuluth va thuluth kathir deganda. Ya'ni undan boshqa masalalar bormi? Thuluth deb. Maliki mazhab o'tganki masalalardimi ba'zi yerda thuluth deganni chiqarib qo'ydi. Shunami? Wa in kana al-madhhab yattaribu fi hadha al-asl. Maliki mazhabda 3dan 1 deganda haliqidek samandimmi, makildimmi, undan deb sal egizpas qalaymiqan nima gapli bo'lsa-mu, tamarratan mana yaj'al thulutha min hayzil kathir, kaj'alihi iyyahu huna. Endi Maliki mazhabda thuluth
deydigan bir bekitish bor. Lekin shu bekitishda ba'zi egizpas gap taqutqu gaplar jiq deydi. Masalan, miyadagidek bu sulus deganning bu ko'plikning o'lchami qildi. Ozlik tugab ko'plik boshlangan o'lcham qildi hozir miyada. Va maratan yaj'alu fi hayzil qalil. Ya'ni ba'zi bir masala bo'lib qolsa 3dan 1 degani oz degan doiraga kirdi-da, bunda o'lcham qo'yilgan holim bor. Va lam yattarib fi annahu al-farq beynel qalil vel katir. Lekin hamma ahvolda, hamma o'rinlarda bu oz bilan ko'pning o'rtadagi fasil tam shu 3dan 1 deb bunda hech qanday isbot gap yo'q. Hammasi muhim shunda deydi. Val muqaddaratu ya'suru isbatuha bil qiyas. Muqaddarat degan ma'lum bir narsani belgilab kelgan ahkamlardir. Ba'zi ahkamlarda masalan manchilikda keldigan bir yada vasiyada as-sulus deb kelgan bo'lsa, yana bir yada yana uningga qiyas qiliblar, ma'lum sulus deb qiyas qilish ojiz emas. Unda qiyas bilan bekitilish nihoyatda tasdiq tushadi deydi. Masalan, Hanifi mazhab ba'zi yada rubo deydigan. Masalan, masharra asli rubo deydi. Keyinning masalan najosat tegib qolsa rubo sawb deydigan gapi bor. Ana yana ziyada qadr dirham deydigan bir o'lchamlar bor. Demak, bir yer kelgan bir belgilim bo'lsa, bir taqdir masalan, qadr dirham yoki as-sulus ya rubo degandek nima bo'lib qolsa, undan boshqa bir masalaga kelib, undan rubo, qadr dirham deb tursa, bu ta'sir. Menda qiyas qamlashmaydi. Anda jumhurul fuqaha va lidalika qala Shafi'i, shuncha Imom Shafi'i dedi, ya'ni bunda belgili bo'lish hozir, yoki ashunda belgili bo'lishni asos qilib turib, ma masalani vasiyat qiyas qilib turish qamlashmaydi. Shuni Imom Shafi'i dedi, law qultu bil jaiha, ya'ni law thabata al hadis jaiha hadis ras bulaq jaiha ba deb qaraydigan bo'lsam, la qultu fiha bil qalil vel katir. 3dan 1 da bunda belgilab jumay, men az olsun, jiq olsun, bag'van to'laydi deydim. وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية. Mana biz yuqorida degandek az bilan ko'pning o'ttirdiki bir fasl tam thuluth ekanligi ay vasiyatda nas kelganda في قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu Mekkada og'rib yetib qolgan chaqda mening birlam qizim bor, nurg'un mol dunyo em bor, mol dunyomning ko'p qismini boshqalarga vasiyat qilsam bo'lamdi degan chaqda Rasululloh balchaqlaringni bunda namorat qo'ygandan boy qoldig'ini yaxshi, muhtoj emas salat qoldig'ini yaxshi deb yerimi deb baqib, yo'q yerimi bakjiq sulus degan chaqda sulus mayli bo'ptam bu mojiq lekin mayli degan. Demak, bu Maliki mazhabining umisi bir yoy chirib qolgandan keyin bir ko'chaga oxiri qadar davomlashtirib chirkitib bardamdi. Jaihaning ishidan ketiyor. Boshqa mazhablar qolib qoldi. Darvozani tutdilar. الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه. Qachon ashunda afat bo'lib qolsa buni to'laydi, qachon afat bo'lsa to'lamaydi. Shu vaqtini bir ayirib qo'yaylik ma'noda deydi. Va amma zamanul qada'i bil jaiha. Afat tib qolsa buni bag'van to'laydi deb hukm qilish vaqtiga kelsak, ya'ni al qada bil jaiha ay bag'van to'laydimi shuni deb hukm qilishga iborat. Bunun vaqti fattafaqal mazhab. Nima uchun mazhab dedim shada? Maliki mazhab yolg'iz qolgan. Demak, Maliki mazhabning ishidan cho'glaymiz hozir. فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رؤوس الشجر حيث يستوفى طيبه. Bu anda ma'lum darajada pishgan, erib yigilimi bo'ldi. Lekin yana bir muddat qo'yib qo'ysak, toza meyvalab ubdaroq pishirish. Nima? Ubdaroq pishish uchun yana bir muddat qo'yib qo'ysak daraxtning ustida, shaxtning ustida, texmo yaxshi qimmat yaratdi. Undan keyin ubdaroq pishsin deb qo'yib qo'ygan chaqda afat yuz bersa to'laydi. Buningda ittifoq. واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة شيئا فشيئا سكملدون وشيئا شيئا دبتو. عند اختلاف بغيره bağının meyvesini satib algan kishi o meyveni aşağı koyup koydu. Üzmey. Lekin men udulluq her hafta yakshanba kuni men bozorga borgan vaqtimda udulluq obdan pishqanlarini Esirip yaş adetide satama. Hozir hamma bir üzvetsem biroqlam satamay qo'ynirab qolibdi. Nadara degan yaş vaqti, chiroyli vaqti. Vujuhu yawmaydin nadira. Nadira ila rabbiha nadira. Vujuh nadira degan gap shu chiroyli, nurana, ko'rkam, chiroyli degan vaqt. Nadratan na'im masalan. Faqila fihi al-ja'ihatu tashbihan biz-zaman al-muttafaq alayh. Mana bu ibarat ma dalil? Qiyas. Tashbihan degan kellam qiyas. Mesela yuqorida ittifoq bo'lgan bir o'rin bor zuqo.
obdarroq uchun qo'yib qo'ysa joy havloqqa to'laydi dedi. Endi ikkinchi masalani udulluq pishqanni yangi bozorga chiqib setish uchun asosdan uzib unda sataman deb qolgan ahvoldimi? Çünkü bu bıraklam pişmaydı. Encüde mesela 10 tal olsa 3'e bir pişiyordu. Yani ondan 2-3 günlük yana 3 pişiyordu ama aslında bu adamdı. Daha ki yeni nima qilishni şu ilgirki ittifoq bo'lgan nimaga qiyos qilmaymiz deb turibdi. Wa qila laysa fihi jayihatun tafriqan baynahu wa bayna az-zaman muttafaqa ala wujub al-qada'i bil jayihat fi. Ham yuqorida ittifoq bo'lgan masalalarda buni o'xshamaydi bu. O'xshaydi deganlar jayihatlar hukm qilamiz dedi. O'xshamaydi deganlar unda jayihatlar hukm qilmaymiz deb. Yani udulluq açırıp satıman degan chaqda unda apartib qarshi to'lamaydi demoqchi. Bu bir qarash. Wa zalika anna hadha az-zaman yushbihu az-zaman al-muttafaq alayhi min jihatin wa yukhalifu min jihat. Nima shunda bir qiyoslarni o'xshatdi, bir qiyoslarni o'xshatmadi desa, chunki bir tarafdan o'xshab qoldi, bir tarafdan o'xshamaydi deydi. Faman ghallaba al-ittifaq ashun o'xshaydi deb qaraganlar awjaba fihi al-jaiha wa man ghallaba al-ikhtilaf lam yujib fihi jaiha. Bu aniq. Yani men ra'a anna an-nadarata matlubatun bish-shira'i kama at-tib matlub. Tib degan raos meyvaqlab pishish deymiz. Yani raos meyvaqlab pishish uchun azroq pishib bo'lganini biz qo'yib qo'ydik. Shunda meyvaqlab pishirishmi setib oluvchi ko'zlaganman. Bunda ubdan pishsam ubdan sata olayman deb olgan buni. Endi shuna ko'rkam holatda, yosh holatda, yangidan uzilgan holatda, bugun uzgan meva deb satilgan. Davonkin bu bir qimmat yaratgan narsa bo'lgan, meyvaqlab pishishga o'xshash ishmi shu deydi. Bu o'xshash desa, qala bi wujubil jahifi. Unda bu shundan to'laydi dedi. Va man lam yara al-amra fihima wahidan qala laysa fihi jaiha. O'xshash emas desa to'lamaydi dedi. Va min ha huna ikhtalafu fi wujubil jawaih fil buqul. Buqulda ixtilof bor endi. Yani Maliki mezhebinin işçide mi ixtilaf var? Nima uchun buna ixtilaf bo'lib qoldi? Jaihada. Ya, buqulda uzun müddet turish şahit yoktu. Uzun müddet unda yani 10 gün, 15 gün unda turish ihtiyacı yoktu. Ma milda uzun müddet turish ihtiyacı var ekan. Şuna ixtilaf bo'lib qoldi. El cümletu salisatu min cumalin nazari fil ahkam. Endi so'zga munosabatlik. Demek ma'lumning jayihaning gap tugab bo'ldimda. Hamda jumhurlar yana birga o'tadi hozir ma'lumda. So'zsatiq munosabatlik ahkamlarning jumlasidan bir bob kelgan bu. Va huwa fi tabi'atil mabi'at. Yani so'da satiq qilib setilgan tovar bir narsa. Endi buningga tava bir narsa. Tovarga tava bir narsa. Masalan, bir mashina qilsak, balki buning qatib bir chaq yoki uning yapadigan bir yap qo'shmasin. Bir narsa ketib turishi mumkin. Yoki bir muzay olib qolsak, buning bir og'amchisi billi bo'lishi mumkin. Shunami? Tava narsa bor. Buning misollari bak ko'p endi. Ya'ni u asli bir savdo qilingan narsa emas, lekin shuningga tava bir narsa. Ve min masal hada al-bab al-mashhurati ithnatan. Al-ula bay'un nakhili wa fiha ath-thamaru. Ana. Aslida biz nima so'zlashdik? Qo'mi daraxtini so'zlashdik. Va fiha ath-thamar. Lekin buning ustida mevasi bor ekan shaqida. Mata yatba'u bay'al asli. Qachon bu meva qo'mi daraxtiga tavavlab setva uchun qo'lga o'tib ketadi, shuni mulk bo'lib ketadi. Qachon tava bo'lmay sotquchidan qo'lib ketadi. Fa jumhurul fuqaha, shu jumhur Hanafi mazhabdan boshqalar. Ala anna man ba'a nakhlan fiha thamarun qabla an yu'abbara fa inna ath-thamara lil-mushtari. Bunu debtomdan bir xomini setib birsi. Xomini so'zlashdi, xomi daraxtini. Lekin uning shexida mevasi bor ekan. Qabla an yu'abbar bu meva lekin changlashtirishdan burun. Yani xomining mevasi changlashtirilgan vaqt bo'lishdan ilgari u chip bo'ldi ekan. Tamam? Yani u tushishdan ilgari changlashtirilish yo'q. Va xomida meva chip bo'ldi. Andan biz buni bakrak o'xshasin, meva obdan bo'lsin desak, buni changlashtirganmiz. Bunun chechkini erkekning chechkini, kishining chechkini arasida qo'yib ta'bir qilgan gap. Qabla an yu'abbar degani ashunda ishni, umi bir jafoliq sho'g'on ekan, ash ishni qilishdan ilgari so'zlashgan bo'lsa, fa inna samara lil mushtari. U setib olgan kishi ash jafoni tortdi, o'zi changlashtirdi, kesdi, bo'g'di, shunday ishni qildi. Bu chaqda u meva setib olsin bo'ldi. Va idza kana al-bay'u ba'da al-ibari yoki ibbari changlashtirgandan keyin bo'lsa, bu shuni changlashtirish demdik, bundaymiz Uyg'urchada. Changlashtirish. Fathamaru lil-ba'i'i qo'mininki uzran bo'lmaydi. Adam qiladi mana. Qo'mining chishki
chiqadi ekan unda chechak. Bir bo'loq supigidek bir chechak chiqadi ekan. Chiqqandan keyin balki jiyadim buning mevalarni g'o'radirida senga tayyorladi ekan. Ana shu mevalar, raos mevalar o'xshab jiq o'silvasin desak, changlashtirmasak, azroq bir mevshibam o'zligidan changlashib qolgan bir ahvol bo'lsa, shamoldan yonimdan changlashib qolsa, azroq meva bo'ldi ekan. Biz raos o'xshab mevasin desak, erkak chechakni, bu erkak chechak yana bir nimadan bir akman deymiz-ku, bunda ko'kko'shdak narsa bo'ldi ekan. Ayni ko'kko'shdak. Bu ko'kko'shdan ustun bundan yasak bunda bir tarafdan da chechaklar xuddi oq qo'noqning mustak bir bo'loq chechak shundan chiqdi ekan. Chiqqaniki biz bu erkak deb qaragan ko'kko'shdak shu qapchuqning ichidan olgan bir bog'lam chechakni elib, ana buningdan masalan 4 talni ayirib, bo'g'ab buni chechakning orasiga tiqib, uningda bağlab qo'ydik emas. Ya xalta keltirib shamolda ushib ketib yo'qolib ketmasin deb, ubdaroq changlashsin deb, ya bo'g'ab qo'yganmiz, ya xalta keltirib qo'yganmiz. Shamol tushsamda normal. Bundan changlashgan bo'ldi ekan. Ya'ni insonning changlashtirilishi bilan changlashir ekan. Ondan bu meva nəhayət oxşayır ekan. Muşunu qilish jarayonida ay daraxtga yamishimiz, undan üzümüz, yani balki pastga tushishimiz mumkin. Ondan yana uni nima qilib yana chiqib, ba'zi bir tikandek narsalar bosib, uni yo'nitib, bir jafolik ishlarni bu. Olimda nimasi aplarlarni urib qo'yib qo'ydi. Ya, xo'madan keyin shu urib qo'yganimi? Unda urib qo'yganim bo'ldi ekan. Masalan, ma chechakni chechakka nima qilib, da bir xaltadagi bir narsa tok bir-biriga urib qo'ysa, uni changlashir ekan. Lekin puxtra qilsak arasqa, masalan bir bog'lam supigini mustakan, o'simlikdek bir narsa bo'lsa, u 3-4 tal ayirib erkakni chechakni buning arasida karib turib, shigisilib, yem bog'lab qo'yar ekanmiz. Shu turish jarayonidan bu changlashik. Ondan meva nihayat ubda o'xshaydi ekan. Va idza kana al-bay' ba'da al-ibar fa-thamaru lil-bay'. Mana shunda changlashtirib, endi japa tatib bo'lgandan keyin sotgan bo'lsa, uning mevasi daraxtning egisiga bo'ladi deb. Illa an yashtaritahul mubta. Faqat lamda setib oluvchi, yo mevasiman qoldi deb shartlashgan bo'lsa, hisob. Bu shartlashmagan holda u japasini tatqadim shu oladi demoqchi. Bundan sonra nimani aldınız? Bağlandı ya. Daraxtın. Şu daraxtın kelar yil meni o'zib bo'lgandan keyin bundan keyin bu daraxt o'zidan o'ldi. Bu daraxtning qiymati yuqori albatta. وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل. من ميولانın hamısı muşu manada dedi. Muşu manada degene yani insan bağlan özü çıkarıp çanlaştırdıgan aynı daraxtlı bo'lib qolsa, muşu xo'miga o'xshaydi. Masalan bizning vujudda bağlan qo'l tiqib çanlaştırgan qasimi var. Kan qo'li. Ba'zi narsalar endi balki changlashtirmasa az kauchishi mumkin. Changlashtirsa jiq tushadi. Shart qilmasa lekin mayli shuni japada bizni changlashtirib qo'ygan bo'lsa mana situatsiya. Ya mevasiman qoldi deb turib olsa, setib oluvchi, ma'qul desa, setib oluvchi qoldi. Endi bu daraxtlarning o'simlikning ba'zisi shamol orqali changlashadi. Shamol orqali changlashadi. Ba'zi hara masalan, shunda kepinak va kaza uchidigan narsalar uning qonab yurib, uninkini buningga o'tkazadigan ahvol bor. Yana suv orqali, bo'ron orqali, balki yomg'ir orqali bunda changlashtirgan daraxtlar bor. Ana ba'zi daraxtlar shu, ham erkak chechak bo'ldi ekan. Ustida nima bo'lsa-da, bir parcha shu bilan pastga tushib ketsa masalan, ana ustiga tushib qolsa, changlashtiradi. Yani ayrımlar var. Mesela üzümden erkek üzüm var. Ama bu başka yerde. Bununkinden ya şamal ya karşında kuşkaç bir nesle yürüyecek. Ve hâzâ kulluhu li thubuti hadîthi İbn Ömer radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle men bâ'a nehlen kad ubbirat فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ نَشْتَرِتَهُ الْمُبْتَعَ Müşahidisinin lafzı ki şundan diyen karşı. Aynen daptun. قالوا دينا مش وجه الاستدلال بالحديث مش. فلما حكم صلى الله عليه وسلم بالثمن للبائع بعد الإبار علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط. Manda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem changlashtirgandan keyin u meva shu satqishning bo'ldi deb hukm qilgan ekan, buni mafhum muxolifa orqali nima tushunamiz? Dalil xitob mafhum muxolifa. Yani ta'tu ma'nosi nima bo'ldi? Qablal ibar bulab qolsa setavovchining bo'ldi degan gap chiqdi. Shartlashmisi bu. Va qala Abu Hanifa va ashabuhu
Abu Hanifa va uning shogirdlari ayrim chiqib olgan to'g'ri jumhurdan. Hiya lil bai'i qabla al ibari va ba'dahu. Aşı bağının egisining, daraxtning egisining bo'ladi. Changlashtirishdan ilgari sodlashgan bo'lsin, keyin sodlashgan bo'lsin. ولم يجعل المفهوم ها هنا من باب دليل الخطاب. أنه مشاركة حكمنا دليل الخطاب مفهوم المخالفة حكمدن دب قرمay buni. Qanda qarda bal min bab mafhum al-ahra wal-awla. Yani bu xudda nas darajada qarabdi. Nima demoqchi? U transport bo'lsa, birimiz transportsin birimiz. Mesela changlashtirgan degan bu japa tatib kuch chiqarib, munda qilgandan keyin so'da qilib qolsa, sotqichining bo'ldi deysizmi? Desa bu japa tatmagan ahvolda albatta sotqichining bo'lishi kerak demoqchi ekan. Sotqichining bo'lsa, Qalanglar. Va zalika annahu idza wajabat lil ba' ba'da al-ibar mana. Sotqichining bo'ldi desak changlashtirgandan keyin فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار. Undan ilgari texmo albatta o sotqichining bo'lishi kerak deydi. İbar qilishga ilgari agar sotqichining bo'lmasa qo'pqat ibar qilishdan keyin sotqichining bo'lish natayin uni bo'ldi degan. Demak sotqichining demak kechki deyapmiga avval cheklangan. İbbardan keyin sotqiching bo'ldi desa, bu ibbardan ilgari mujapatatib bundan qilgan chaqda sotqiching bo'lgan bo'lsa, u hech qilmagan chaqda albatta o'zining bo'ladi demoqchi ekan. Bu mafhumul avlaviy ma'va. O'zining bo'lganida japatatib qilmaydi. Ha, masalan japatatgan chaqda o'zining bo'lmasa, u japatatchilar o'zining bo'la qolmaydi. Asli o'zining bo'lib kelayotgan. İbar qilish bilan manda o'zining bo'ldi. Lekin unda ilgari albatta o'zining bo'lishi kerak. Lekin bu yerda sodani qilgan vaqt emasmi? Birisi ba'dalik baramda, soda qildi. Yana birisi qablalik baramda. O soda qilgandan keyin soda qilgan chog'da lekin uni milkimizdan ajrab ketib qoladi emasmi? Japatatib qiysa desa, unda esa bu japaatning qarshiligida u meni baganda bo'lmaydi. Shu asli tigidin bu o'zining deydi. Chunki bu yerda qavmida mening nimasi o'xshamaydi. Qavmida meva hozir tushib bo'lgan bu. Meva bir xilla sapaqda g'orabdak nima deymiz uzumning nimasini da chiviqdek narsa shudir. Yani g'orab bo'lgan nimada ilgari unda bir chiviq narsa nota, ayna bir narsa chiqdi. Bu nima bo'lib bo'lgan deydi. G'ordak narsa sapaqlari chiqib bo'lgandan keyin andin changlashtirdi buni. Yani meva hozir. Meva changlashtirdi. Ha, andin changlashtirdi. Changlashtirib bo'lgandan keyin o'zining olgan bo'lsa, changlashtirishdan ilgari albatta o'zining bo'ldi deydi. Bu qiyas avlaviy zot. Sizin deholtardek qolsa shu sotqichi bo'ladi. Sotqichi ham bo'ldi demoqchi. Ay, meva kimning bo'lsa, ziyon shuning bo'ldi, meva tarafdan bo'lgan ziyon. Demak, bu dalil xitob demay buni mafhumul avla deb, bu bir nas darajalik demoqchi ekan. Ma bir misol berdim ya da shundan taxmin tushunish bo'lgan. Va shabbahu khuruj as-samari bil ulada. Masalan, qulni sotgan bo'lsa, tug'ut masalasiga o'xshatadi mevaninki chiqishini. Va kama anna man ba'a amatan laha waladun fa waladuha lil bay'. Balasi va bir direktni satsa, bu bala kimga bo'lsa, sotqichining qo'lda qoladi. Anasidan olib ketadi, shunami? İlla an yashtaritahul mubta. Faqat lan setvachi balasi bilan qo'shib birsa degan bo'lsa, undan shuni bo'ldi. Kadalikal amru fi tamari. Ravonga mevdum shunda bir daraxt va daraxtni ona desak, mevasi balasi. Daraxtni so'zlashdi hozir. Bu balasi shart ayrim qilib qoladi deydi. Bu shart qilmaysiz, so'g'andan emas, bizga tamarkim bor. Shartqimga oldi. Bizga bir tamarkim bor. Yo'q, tamardan. Tamarni shuni nimaga o'xshatyapti? Dedak masalasiga. Mafhumul avla degan shu dalalatun nasning bir qismi. Masalan, va la taqul lahuma uf. Uf desa, uf dema degan gap, shu nasning o'zidan umg'in, tilmig'in, haqorat qilmig'in deganni o'ziga oladi. Shu so'zning o'zi ifodalatadi. Demak, bu dalalatu ala tahrimud darb nima? Dalala nassiyya. Yana bir yerdan chiqishi mumkin. Masalan, jumhurning usuldek bir yerdan chiqib, undaydi. Ya bu uf deganlar to'sqan, ufni to'sqan ekan, biz darbni shuni qiyos qilamiz deyishi mumkin. Ko'chada buning bo'ldi, bu qiyosga iborat bo'ldi dedi. Lekin buni mafhumul avlad desak, dalalatu nassiyya bo'ladi. Shuni Zahiriylar, Davud Zahiriy masalan, Muhammad ibn Hazm bular shunday demiş. Urushninki haramligi tabatan nassan dedi. Bi qawlihi ta'ala la taqullu. Boshqacha ya urush
qiyas avlaviy ulab endi mayatga ufqi qiyas qilib bundaq qilmadi. Bunning dalili o'sha qiyas bo'ldi. Nimaning qarashida nima bo'ldi? Nas bo'ldi. Undan zohirninkida shuni yana zohirninkida masalan nasdan harom qilingan bo'ldi urush. Yana masalan haroq namoz desa, hurmat alaykumul xamr desa, zohirligish mumkin, hurmat alaykumul xamr degan innamal xamr wal maysir degan masalan mush xamr, musakkiramiz xamr bu. Haroq deb atagan narsaning boshqa tablet olamdi. Chekimlik bilan mas qilgan narsa bo'lsa, bin nas harom deydi. Biz zohirlik chekimlikni ma jumhurning deyishim ekan, qiyasan alal xamr deyishim. Bu hamda ash dalildan oldiga hukm mafhum muxolifami yoki nasmi belgilashga talashtirishma. Hanafi mazhab yo'q bu nas demakchi ekan. Asosan nas deydi. Va zalika annahu idza wajabat lil bai' ba'da al-ibbar fa hiya ahra an tajib lahu qabla al-ibbar. Yani oyunda bir ishni qilib bo'lgandan keyin yana satqishining bag'vonning bo'lgan bo'lsa, unda ilgari albatta bag'vonning bo'ldi. Va shabbahu khuruj as-samari bil wiladati va kama anna man ba'a amatan laha waladun fa waladuha lil ba'i illa an yashtaritahu al-mubta'u kadhalika al-amru fi ath-thamar. Wa qala ibn abi layla sawa'un ubbira aw lam yu'abbar. O changlashtirgan deb ayirib jurmaymiz. O'xshash debdi. İza bi'al aslu fahuva lil-mushtari. Ay daraxtni sotib satsalam, mevasini setib olishing bo'ldi. İshtarataha aw lam yashtaritha. Shart qilsin qilmasin. Demak, ma azizga butunlay qilib qo'ydi. Faraddal hadisa bil qiyas mana. Boshqa narsaga o'xshatib nima qildi bu? Undan keyin hadisni qiyas bilan tepib o'tgan bo'ldi. Li'annahu ra'a anna samara juz'un min al-babi'. Ya'ni ash xurma mevasi shu daraxtning bir parchasi deb qaradi bu. ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث بل كمش حديث anlamagan bo'lishi mumkin yoki anlagan bo'lishi sahih emas deb qaragan bo'lishi mumkin vallohu alam dedi. Bo'lmasa bu gap qomlashmaydi. Va amma Abu Hanifa falam yurd al hadith. Yani Imam Abu Hanifa hadisni unda rad qilib o'tgani yo'q. Bas Ibn Abi Layla rad qilib o'tishini ama lekin Imom Azam mumkin emas hadisni rad qilishi. Sahih hadisni yani hadisga xilaf qildi deb hujum qilindi. Va innama khalafa mafhum ad-dalil fihi. Lekin bu yerda xilaf qilgani jumhurning tushunishidan boshqacha tushunib, jumhur mafhumi muxalafa bundan oldiga hukm desa, Imom Abu Hanifa yaqmush hadisni tutamiz, lekin bundan siz tushungandek tushunmaymiz. Biz mana mafhumul awlavi, mafhumul ahra tushunmaymiz debdi. فإذا سبب الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد جمهورهم ده يعني بين أبي حنيفة أبو حنيفة غير مازل عندن وبين الشافعي ومالك وأحمد سك فبينن تكرار اشكرك أسلده شنو ده ومن قال بقولهم يعني ومن قال بقولهم نسيد الإمام أحمد بن بعد إليه مثلا معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأولى أي مفهوم مخالفة يعني دليل الخطاب biyada mafhumul ahraga taqshib qolgandek, zidkab qolgandek bir ahvol bo'lib qoldi. Va huwa allazi yusamma fahwal khitab. Ay mafhumul ahra wal awlad degan usul fiqhda fahwal khitab deb atalgan narsa so'zdi. Biz usul fiqhda dalolatni da chizgan. An-nas, az-zahir, fahwal khitab, isharatun nas, mafhum muxalafa deb bunda necha darajaga ayirgan buni. Bu nimadan iborat desa Fahval khitab degan bu shu nasga yaqin bir narsa. Nas deganimiz masalan 100 aynan shuni isbotlaydi desak, zohir degan 90% desak, bu fahval khitab degan 98% degandek. Khitab degan xitobulloh taolo, al-mutaalliq bi af'alil kalim bil iqtidal takhir degan gap shu. Fahva degan buning mazmuni, murod qilg'ini, maqsad qilg'ini degan. Ya'ni shu Alloh taolaning va rasulining so'zi dal maqsad qilgan narsa degan gap. Bu mu nasga yaqin narsa. Lakinnahu hauna daif. Lekin fahval xitob bo'lsa aslida mafhum muxolifidan nechasi kuchli chiqdi. Lekin miyada mushum aslida fahval xitob deb manda bekitishi sal ojiz edi. Lekin fahval xitobga biz ma'qul kelsak nima bo'ldi? Mafhum muxolifidan kuchli qoldi. Va in kana fil asli aqwa min dalil xitob. Aslida bu fahval xitob dalil xitobdan yuqori va kuchli bo'lsa-mu, lekin masalada fahval xitob deb bekitish ojiz. Wa amma sababu mukhalafat ibn Abi Layla fa mu'aradat al-qiyas lis-sam'. Hadisga qiyosni ko'tarib chiqqan bo'lgandan keyin qiyos
hadisga zid kelib qolsa qanday bo'ladi? Qiyas bo'ldi, qolib qoladi. Ibn Abi Layla qiyasni ko'tarib chiqdi. Undan keyin yani qiyas bilan sima zid ko'rinib qopti, sima bitiribdi de. Bu huwa kama qulna daif yani muaradatul qiyas lis-sima daif. Endi jumhurninkini jalliq deb shuni ixtiyor qilyapti. Tarjihi shu. Wal ibbaru 'inda al-ulama'i an yuj'ala tal'a ذكور النخل في طلع إناثها. من عند إبارة أم تنشر. بس إبارة أبيم تنشر أم بس بول. خدا شو çanlaştığından keyin bu bağvanın mülkü de ise çanlaştırsa ilgili elbette bağvanın mülkü diyen bulup demek ki. Yani zaten şu İbn Rüşd masal aciz şunda deli keltiriş. Yani muş meselesel aciz. Çanlaştırışın ilgili çetavağışının mülkü de ise kalmışlığı demek. Jika mereka üstelik dalil khitab, dalil mafhum al-aqla wal-awla diye bizning alaqı mesela malda onun burun falan hakim biz zaman libaya ba'da al-ibar علمنا بدل الكتاب أنه للمشترك قبل الإبارة شنما ما هو دليل مفهوم شنما دليل مفهوم مش مفهوم دليل الأحراول ده ما دليل الأحراول مفهوم الأحراول أم ده بعد الإبارة ده ما بعد الإبارة يعني كان عنده قبل الإبارة بس شو كان يعني ما تاتو خمسة هو مفهوم مخالفة مثلا في السائمة زكاة ده شنما غير السائمة زكاة كان تاتو لم تلغاش هو مفهوم مخالف. أبو حنيفة دينه دليل الخطاب بولد نعم. أبو حنيفة نك مفهوم الأولى فحوى الخطاب بولد. ناس دليل الخطاب ده. دليل الخطاب ده أش حديثه منبع نقلا قد أبرت تقول. أمده منبع نقلا لم تؤبر وسببه إكسول دين شو مزمون تاتو مزمون دليل الخطاب بولد تاتو مزمون. أمده bu تعبير نودي عبارة ise خوم درخنك erkek درخنك aşı talla diyen bu bir çiçektek bir narsa, bir bağlam çiçektek. Yani bir bağlam süpürgedek bir çiçekken. Bu nimene işi oldu diyense akmam, aşk. Ve naklı dağıtıl akmam. Akmam diyen ise, akmam diyen onda kapçıktek narsa. Xuddi kökbaştek bir narsa olur. Tamam. Uzunça değil. Kökbaştek. Bu kökbaştek yani bizim onda içildikken, kökbaştek onda içildi o. Onda neler var? Köpektek bir narsadır var. Yani sakalı deyimiz mesela böyle. Anda şu bana açılgandıkken bunun içi bir bağlam çiçek çıkır ekan. Bu bir bağlam çiçekni biz hemen biriga sebetsek yetişmeydi deb, şunda 3-4 tane çiçekning arasida, yani 3-4 tane yani bizi arasida. Umu çiçek var şunda akman bo'ldi ekan. Sen farklı oldu ekan. Şunun arasida bizde sap qo'ydi ekanmiz. Shuni demakchi. An yujala tala dhukurun nakhli fi tala'i inatiha. Shu sap qo'ydi. Va fi shajari an tunawwara va tu'qada. Yani başka daraxilda ta'bir yani bir iborat desa, tunavvar degan, yani çiçek chiqarish degan. Biz Fatima Zahra deganni dedik. Fatima az-Zahra, Jamiatul Azharni dedik. Nurani universitet dedik. Demak, tunavvar degan tuzahhar degan. Çiçek chiqarish. Yani changlashgan joyda shu çiçek chiqirdi deydi. Va tu'qad degan çiçek chiqarib andamında o'rdak nimalari paydo bo'lish deganga. Tu'qad degan o'ri paydo bo'ldi desak يعني سبق پیدا oldu. والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار. Encü'nün mı enda bir xil işini qildigan encü'ye o'xshaydi. Shu encü'nün bir türlari o'xshaydi. Yani tezkir degan iborat chanlashtirish, yani endi erkaklaştirdigan, deyli. Endi bir xil ish o'xshaydi tezkir. Lekin biz bildigan encü'da unda shu. Balki bu tinalik tikanlik tin bo'lishi mumkin. Ha? Misrning omitdek tinlar. Fi ma'nal ibbar muşuma şu chanlashtirish ma'nosida deb. Shunga o'xshab qolgan bir ish demakchi. Va ibbar zara muxtalafun fihi fil mazhab. Hamda ziraatning chanlashtirish masalasi bu Maliki mazhabda talashtartish va har xil qarashlar bor buningda. Farav ibn al-Qasim an Malikin anna ibbarahu an yufraka qiyasan ala sa'ir al-thamar. İbn Qasim İmam Malik'in qilgan rivoyatda uning azratninki changlashtirilishi nimada bor ekan? Yufrak degan aslida qo'lda uvilgan narsa. Balki hamda buning ziraatning va nimadan pishib elib buning ustimida ulab to'zdirsa balki shundan changlashib qolishi mumkin. So'rib tugasa qiyasan ala sa'ir tamar boshqa mevlarga qiyos qilib uni qutdan uni jiq kuch ketmaydi demoqchi ekan. وهل الموجب لهذا الحكم والإبار أو وقت الإبار
endi o'sha ubbirat deydi hadisda. Ubbirat degandan maqsad resmi changlashtirib qo'ygan demakchimi yoki changlashtirilgan vaqt kep bo'lgan demakchimi? Changlashtirish zamoni bo'lib qo'ygan demakchimi? Qilal vaqt va qilal ibbar. Ba'zida changlashtiruv vaqti keldi degan gap endi ubbirat degan bilan o'xshash debdi. Ba'zilar yo'q, haqiqiy changlashtirilsa shuni maqsad qildi demakchi. وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر البعض. Bundan ki mesela 50 tüp qo'mi daraxt bo'lsa, 25 tüpni changlashtirib bo'libdi. 25ni changlashtirmagan bo'lsa, o'sha vaqt deb qolsa, hammasi changlashib bo'lgan hisobda. Chunki changlashtiruv vaqti keldi-ku, changlashib bo'lgan hisob bo'ldi. Yo'q, shu changlashtirilganning o'zini nima qilamiz deb qarasa, 25 shu ubbirat bo'ldi. 25 lam yu'abbar bo'ldi. هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه. Demek 25 changlashtirib bo'lganda, changlashtirmagan 25 ma'noga tava o'xshash yani, agish bilan changlashtirilgan bo'lib ketamdi. Chunki changlashtir zamoni kelib bo'ldi demakchi. Wattafaqu fima ahsabuhu ala annahu idha bi'a thamarun wa qad dakhala waqtul ibbar alam yu'abbar. Changlashtirgan vaqt kiribdi. Kirsimi u odam o'rinliq qilib changlashtirmabdi masalan. İza bi'a samarun debdi, lekin buni asli iza bi'a nakhlun deyish kerak. Shajarun nakhlun desa bo'ldi. Changlashhtirish vaqti kelib, changlashtirmagan xo'mil bo'lib qolsa, bu xo'mil setilib qolsa, anna hukmuhu hukmul mu'abbar. Changlashtirilganga o'xshash deb ittifoqlar deb ittifoq yo'q. Ya'ni bayatin al-vaqtmi masalan ta'birmi degan ixtilof bor, o'xshash gap shu. Yani bunu da xilaf emas. Bu adamlar changlashtiruvchi bo'lmasa, meva pishtirib bo'lganda to'qinib qolsa, bu meva tadbiqasan. Pishtirib emas. Hadisda changlashtirishni farq qildi-ku. Sabab bizga bo'lgan bu. Bunda. Ana ila bi'a samarun va dakhala vaqtul ibar falam yu'abbar. Yani aberlik 50 qom bo'lsa. Ya biz hozir qo'mi daraxtini setishni, ana mevani uning tabi'i dedik. Bu joyda mana qo'mi daraxtini setishning gapi. Endi bu qo'mi daraxtini sotgandan keyin meva tushmoqchi bunga. Azroq tushay deb bundan o'qitdi, undan ta'bir masalasi bor. Ta'bir qilib qo'ygan bo'lsa, buni sotqichining ta'bir qilmagan bo'lsa, sotib oluvchining dedik. Vallohu a'lam va subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.